كان حلمي في وجود Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bir hayvonni, bir mushukni azoblagani uchun bir ayol jahannamga kirganligini xabarini berdilar. Qala Nabiy sallallohu alayhi vasallam dakhalat imratun nar fi hirratin rabatatha. Bir mushukni boylab qo'yganligi uchun bir ayol jahannamga kirdi. Falam tut'imha va lam tada'ha ta'kul min khashashil ard. O'zi ham ovqat bermadi boylab qo'yib. O'zi ham suv bermadi. Boylab qo'yganidan keyin qo'yib ham yubormadi o'zi tirikchiligini o'tkazishlik uchun. Mana shu mushuk ochlikdan, chanqoqdan o'ldi. Shu mushukni azoblagani uchun bu ayol jahannamga kirdi. Zaif, ojiz, notavon, xushmidi, hashoratmidi? Zulm qilyapsanmi? Demak, qalbingda rahm shafqat yo'q. Allohni senga rahm shafqat qilishini umid qilma. Agar qalbimizda rahmat bo'lmaydigan bo'lsa, hargiz Alloh taoloning rahmatiga, shafqatiga musharraf bo'ladi.